Xo'p, aka, xormay, assalomu alaykum. Qarang. Mana korpus qo'yilgan tayyor. Mana bu yerga latoli sim deyiladi. O'sha sim mana bunaqa bo'lib chiqqan simni latoli sim deyiladi. Truchka bor menga. Mana o'zi qiyshuv sim mana bu yerga qo'yiladi. Bolalar mashta xato qilib qo'yishmasin. Mana bu simga mana bu 22 cm bo'ladi. Mana bunisi tekkisi 23 cm bo'ladi, to'g'rimi? Ha, bir xilmi uzunligi? Ha, nari beri farq bo'lar ekan. Mana bunga mana bu rels qo'yiladi. Mana bu plastmassa. Chupikka joyi ma'lum o'zi mana bu yerda. Endi buni ham qo'yishdan oldin bolalar 7 svirloda o'sha 7 svirloda mana bunda teshib olish kerak bo'ladi. Buni orasini bitta yurg'izib olishadi. Mana buni ham shunaqa. Qo'yishdan oldin 7 svirloda bunda orasini yurg'izib olishsin. Shu turishda qoqsa aniq sindiraveradi. Ham bu kelajakda ham o'zi yaxshi mana yorilishdan oldini oladi. 7 svirloda bitta bunda svirloda o'tib olishadi. Keyin qo'yishadi. Biz hozir hammasini shunaqa qo'yamiz. Oldin biz ham siz aytganingizdek qilib qo'yganmiz bularni. Hozir hammasini 7 svirloda bitta yurg'izib olib turib, keyin qo'yamiz. Ham mana bu yerda yumshoq aylanadi, ham ochilib yopilishi yengil bo'ladi, ham mana bu yerdan treshina ketib yoki qattiq sinib ketmaydi qoqayotgan paytda. Mana shu narsaga e'tibor bersangiz bo'ldi. Mana o'sha rels tarafga lato mana bu sim qo'yiladi. Bu yoqqa tekis sim qo'yiladi. Keyin bu yerga qo'yayotganingizda mana rezinka bor. Aytdim-ku, 10 mana bunday kesib olinadi. Urvin shlanka deydi o'zi. Mana bunday 1 sm edi. 1 sm qilib mana shu orasiga tushadigan qilib mo'ljallab olib kesib turib, shu sim ustiga kiyg'izib turib, qo'yib turib, bitta bosasa shiliq etib tushadi ichiga. Buni qo'ymasangiz mana bu narsa o'ynab yotadi keyin ichida bo'lmasa. Обязательно shlanka qo'yib qotirib qo'yasiz, bo'ldi. Uni hech qanaqa zarari yo'q.